Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomuz Launch Tools'un hakkında bo'ladi. Shu narsa hakkında bilenlerimizni aytib o'tib ketamiz. Ya'ni bu datchik tip emaslarni diagnostika qiladi. Balonning ichida turadigan datchiklar bo'ladi. Shuni shularni diagnostika qilib, batareyasini, gradusini, necha davleniyasi borligini tekshiradi. Balonning ichida turadi. Bu datchikimiz hozir singan, içine batarya koyduk. Prosta hozir tekshirib ko'rish uchun diagnostika qilib ko'ramiz. Diagnostika datchik giramiz. Eng birinchi yoqib olamiz buni. Pultlarning chastotasi bo'lgandan keyin hamma datchiklarning o'zining chastotasi bo'ladi. 433, 315. Bizning mashinalarda ko'pincha 433 bo'ladi. Giramiz. Amerikanskiy brend. Chevrolet. Datchik Nexus 3 da turgani uchun Nexus 3 ni podlishga qilmaydi. Shuning uchun Cruise'dan girsak ham bo'ladi. Bizga 433 kerak bo'ladi. 433. Eğer 315 bo'ladigan bo'lsa, balonning ichida turgan bo'lsa, o'zi diagnostika qilmaydi, aytadi avtomatik. Ish holatda diagnostika qilish mumkin deb turibdi. Bizning hozir elimizda turibdi datchik. Qo'yamiz. Datchikka yaqinlashtirib, OK knopkasini bosamiz. Ko'rib turganlaringizdek hamma ma'lumotlarni chiqardi. ID kodi 433 chastota 01 yine antennasi normal holatda. O'sha o'qitilmagan deb turibdi. 20 gradus issiqlikda KP 0 balonning ichida turmagani sababli watt batareyasi normal holatda. Shunday diagnostika qiladi. Eğer de datchik собственный launch'ning o'ziniki bo'lgan taqdirda uni ko'payalab launch'nikine ko'chirib qo'ygan bo'lar edi hamma narsasini. Buni hozir podlishga qilmaydi polностью. Shuning uchun почти 30-40% ishlaydi. Boshqa datchiklar bilan. Hamma apparatning o'zining datchiklari bo'ladi, ishining tip emas narsalari bo'ladi. Bu narsa основной ko'payalaydi, обучение qiladi, o'qitadi miyasini. Shunday ishlarni bajaradi. Ручной калибровка, автокалибровка yine. Obudadan miyaya o'qitish. Eğer mashinaning o'zining miyasi shuning podlishga qiladigan bo'lsa, aytadi uni. Ko'p mashinalarda yo'q. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.